Efirdamiz. 3, 2, 1. Tezkor xabarlar. Bizga raqib bo'lgan Testifikatli qishlog'iga urush e'lon qildi. Ulardan biri meni jozibador mo'ylovim haqida haqoratli gap yozgan. Hozir esa urush boshlanishini ko'rish uchun jonli efir boshlaymiz. Tafsilotlar bilan 9-fuqaro. Rahmat 4-fuqaro. Bu fuqarolar zoti uchun juda ham dahshatli kun. Men Testifikatli qishlog'ining janubiy tarafida harbiy qayg'udaman. Bu yerda 87-fuqaro bor. Sodir bo'lgan voqealarga nisbatan qanaqa fikrdasiz? Men qayuman. U qayu. Va, manam. Axir men ham qayuman. Iltimos ovozinglarni o'chiringlar. Biz axir qayuni bir qismimiz. Yaqinlashmaymiz. Va, yetib keldik. Hozir kutamiz. Men kutyapman. Kutamiz. Bunaqa. Olg'a. Olg'a. Men borishni xohlamayman. Bu juda qo'rqinchli. O'rnimga qayu bo'lishni xohlaysanmi? Ha, endi men qayuman. Qani olg'a. Tank. Nishon aniqlandi. Bang. Ow. Yeah. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bu axir sani jangi emas-ku. Qara, u yerda askar. Keyin unga gapiramiz. Fuqaro. Qishlog'inglarni himoya qilish qanaqa bo'lyapti? Men hech qachon oldin urushda bo'lmaganman. Salom onajon. Salom o'g'lim. Salom. Yo, Chekan. Salom, sen bilan ko'rishganimdan xursandman. Hozir nima bo'ldi? Biz yutqizganmiz. Yo, men testifikatchi gapirishni o'rganishni boshlayman. Qanaqa eshitildi? Yo, to'xtanglar.